kiyim do'kon ochish uchun necha pul sarflash kerak? Oylik tushumingiz qancha? Bu biznesda qanaqa syurprizlar bo'lishi mumkin? Gap bo'lishi mumkin emas. Sekretlarni ham ochib o'ryaptilar. Ramazon hayitiga nima yangiliklar bor? Biznes haqida kontentlar qiziq bo'lsa, bizga obuna bo'ling. Sizlar uchun harakatdamiz. Tanishlar, Javlon aka, assalomu alaykum. Xuddi shunaqa kiyim do'kon ochish uchun necha pul sarflash kerak? Xo'p, Botirxon, men o'zimdan kelib chiqib aytsam, bu do'konni ochishimdan oldin 8 ming 10 ming atrofida ajratganman. Pul ketadi. Ha. Kiyim do'kon uchun lokatsiya qanchalik muhim? Kiyim do'koni uchun lokatsiyani bozor ichidan yoki shaharda o'rtasidan tanlasangiz bo'ladi, отдельно qilib. Ularning o'ziga yarasha plyus-minuslari bor. Ha, xo'p, kiyimlar ustiga to'g'risini ayting, necha foizdan foiz qo'yiladi? Xo'p, hisoblaganda где-то 20% 30% gacha qo'ysa bo'ladi kiyimlarning ustiga. Undan uzoq emas. Yo'q, endi u baland bo'lib ketadi. Undan uzoq qo'yadiganlar ham bor lekin. Albatta. Xo'p, kiyim do'kon ochgandan keyin qanaqa zakup qilinadi kiyimlar? Sezonga qarab tanlanadi-ku, to'g'rimi? Ha, albatta. Buni ham to'g'ri tanlash ketma-ketligi bor-da, to'g'rimi? Yozga misol uchun. Xo'p, yozga keladigan bo'lsak, albatta, olib kelayotgan narsalaringiz yangi kalta futbolkalardan iborat bo'lib, oyoq kiyimlaringiz setishning bo'lishi kerak. Обязательно yoki tarpisha misol uchun. Shimlarga keladigan bo'lsak, ular ham lion yoki misol uchun yupqa shimlar hammasi. Noto'g'ri narsa olib kelib qo'ysangiz, yozda ham, qishda ham ketmaydi. Yo'q, albatta u ketmaydi. Sal qalin narsa olib kelib qo'ysangiz ham, to'g'rimi? Yo'q, to'xtaydi o'sha narsa. Oylik tushumingiz qancha? Bitta bir 8 mingdan 12 ming atrofida. Shunaqa atrofida bo'ladi. Yana bitta muhim savol, nimaga konkurentlaringizga emas, siz do'koningizga kirish kerak? Mijoz. Bu savolga javob bera olasizmi? Albatta javob bera olaman. Birinchi o'rinda bizda olib kelayotgan mahsulotimizni kачествоsi turadi. Ikkinchi o'rinda xohlaymanki, boshqa joydan arzonroq narsani taqdim qilishga klientlarimizga. Ya'ni iloji boricha arzonroq va sifat bilan birga ushlab turasiz. Qisqacha aytganda, sifati bilan, narxi bilan biz ajratib turamiz. Shu fishka shu. Da. Tushunarli. Xo'p, bahorga nima yangiligingiz bor? Bahor kelib qoldi. Do'konga shundoq qarasangiz, hammasi yangilik. Faqat bahorga biz qish sezonini qolgan tovarlarni ham ushlab o'tirmasdan do'konni shundoq olib chiqib, полный hammasini yangilab bahorga tayyorgarlik ko'rgan. Shu kontentimizni ko'rib kelsa, mijozlarga chiroyli skidka qilib berasizmi? Albatta, 10-15% skidka qilib beramiz. 10-15% ko'rib kelsa, bemalol qilib berasiz. Farqi yo'q. Yangi yuklarimiz barchasidan 10-15% skidka qilib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Foydalanadigan joyi. Bu biznesda qanaqa syurprizlar bo'lishi mumkin? Xo'p, Botirxon, bu biznesda nimaga tayyor bo'lish kerak? Faqatgina minusini hozir aytib o'taman. Sezonma-sezon sakragan paytingiz faqat kiyimlaringiz astaqa bo'lib qolib ketishi mumkin. Plyus muzlab qoladi. Albatta. O'sha narsaga tayyor turish kerak. Albatta, o'sha narsaga tayyor turish kerak. Endi hammaga qiziq bo'lgan savol, bu sohada pul tikib ishlasa, necha pul daromad qilsa bo'ladi oyiga? Aniq summani ayta olasizmi? Приблизительно aytaman. Harakat qilsangiz 3000 4000 dollar ketsa bo'ladi. Oyiga. Endi oyigami, sezondami olmaydi. No ishlasa bo'ladi. Ishlasa bo'ladi. Albatta. Gap bo'lishi mumkin emas. Sekretlarni ham ochib o'ryaptilar konkretno. Maqsad birovning boyligini hisoblash emas. Mana shu kontentimizni ko'rib bironta odam biznes qilaman desa, biz xursandmiz. Albatta. To'g'rimi? Gap bo'lishi mumkin emas. Kommentda, izohda fikr qoldiringlar. Bizga juda ham muhim. Keyingi kontentlarimizni qaysi biznesni yoritib beraylik, qaysi biznes egasidan olaylik. Обязательно kommentda fikrlaringizni kutamiz. Ramazon hayitiga nima yangiligingiz bor? Xo'p, Ramazon hayitiga mijozlarimizni xursand qilamiz. Xudo xolasa, juda ham yaxshi dvoyka olib kelib qo'yganman. 530 ming so'mdan qilib beramiz. Maza qilib foydalansin kelsa. Attiga 530 ming. Albatta. Manzilni tushuntirib o'ting do'konni. Olmaliq shahar, Oydin dehqon bozorining orqasida joylashgan Albaraka savdo majmuasi. 5-do'kon, Humilsman do'konida. O'zingiz shu yerda bo'lasiz. Albatta. Gap bo'lishi mumkin emas. Ishlarga rivoj, kuzatishdan to'xtamanglar. Like обязательно esdan chiqmasin.